Assalomu alaykum hurmatli aziz birodarlar. Mana ko'prik ishlarimizni kecha apalopkalarni qo'ydik, armaturlarni qo'ydik. Mana bugun Xudo xolasa betonni qilmoqchimiz. Qishloqdoshlar, mana urra ko'rib turganlaringizdek, gavjum ish juda avjida. İşimizni boshlaymiz o'rtoqlar. Muhammed boshla. Nomaga baylab qo'y bo'ldi boshlancha shart emasmi qisib qo'yishing. Beton qilayotgan payt to'g'rilab yorar. U bitini ham to'g'rilab oshna. Yo'q, bu bitini to'g'rilab. Mana uni ham boshla 4 ta qo'ygan stok. Ko'ryapsizmi? Shuni arasini bittasini olib o'rtaga bitta endi tamom bo'ladi. Qaysini oling? Hodi ikki o'rtadagidan olib tala. Shuni narxini olib tala. Hammani hashara ishlar ketyapti, nasib qilsa mana obodonchilik. Buni qishlog'imiz birga shu hashara ishlarini bir sadaqa joriya qilyapmiz, nasib qilsa. Ha, nima qilasiz? Xayrli bo'lsin, omadli bo'lsin. Barakasini bersin ishimizga. Do'stlar, mana bitta dubjokka, ikkita liksek olmoqchimiz, bitta ishimiz xavfsiz ketyapti. Mana bo'chka ham keldi. Bo'chkani qo'yib boshlaymiz. Bu yordam qil, qo'shimcha qilsa. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Mana bugun xayrli ish hashar boshlandi. Mana kengizlar hali yana davom etaveradi savobli ishlarimiz. Hammaga Xudo baraka bersin. Kimdagi nima niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetkazsin. Hammaga omad. Assalomu alaykum ham qishloqlar. Bugun qishlog'imizda katta hashar ko'prikni oxirgi kuni desagan bular nasib qilsa mana ishini monolит qilyaptik. Hashar mana ko'p, Xudoga shukr, xalqimizga rahmat, boriga shukr. Juda yaxshi. Hammasi oldiga. Va pesh. İşimizde Allah rivojini bersin. Yordam qilganlarga haqiga Alloh taolo hammasiga rahmat. Hammaga salom. Sog' bo'ling. Ko'prigimiz inshaalloh yaxshi bo'lyapti. Elimizga rahmat, bolalarga rahmat, shuncha mana Bardin degan oshnamizga unga rahmat, Naimxonga ham rahmat. Xudo xolasa yilda xizmatiga bilan doimiy xizmat qiladigan savobli ko'prik bo'lsin. Alloh baraka bersin. Hurmatli o'rtoqlar, mana qishlog'imizga yana bir hashar. Xudo xolasa hammani nima maqsadimizga maqsad bersin, kelgan odamlar yordam qilyapti, yordamlarini ayamasdan hammasiga uzoq umr, ishlariga rivoj, kelajakda ulkan ishlarni qilishni nasib etsin.
Şapka kiyapti, salqindanmi, so'vatgandanmi? Ha? Nimaga shapka kiyib olgan? Shapka kiyyapti-da, shunga hayron qolyapti. Qachonki qish chiqsa, Nodon akadan bilamiz, shapkasini bittasi yechilsa, keyin qish chiqqanini belgisi u. Hali qish bor, hammasi suvab jopdi, ko'rmayapsizmi? O zaldori pishiveradi-da. Ha, yoz kelgani emas. Nimaga? Ha, shu mana. Hasharda bu hashar. Ko'prik eng yaxshini esa yo'l sozlash, ko'prik sozlash. İnşallah yaxshi ishlar bo'lyapti. Qizilshon Bapesh. Buni hasharimiz bugun oxirgi kuni. Hammalaringizga rahmat buni birodar, aka-ukalar, og'aylar hamma qishloqdoshlar kelgan yordam qo'yapti. Faqat laykni bosingizlar. Otaxon boshlig'iga ishlar ketyapti. Kimki hissasini qo'shgan bo'lsa, hammalaringizga Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizga Alloh baraka bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin, vatanimiz tinch, qishlog'imiz obod bo'lsin. Buni birat xudo xolasa bugungi bizning videomiz 10-chi bo'ladi. 10-chi video. Birat mana bugun ketdi-da endi. Qolgan kunlar o'nlari jo'natgan. Bugun o'zlari ketdi mana. Salam qo'shyapti, o'rra mana qishlog'imizda odamlar qarab taqsir. Yilga yaqin bo'ldi. Yilga yaqin. Baxtiyor kelgan, Baxtiyor. Bundan keyin yordam mana buni endi reshatka qilishimiz kerak ekan. Bir 20 sm beton qilib, ikki yog'ini qarang chuqurligini mayda bachchalar o'tadi. Shunga ozroq yana mablag' kerak. O'toqonga taylaysizlar. Savob tamom inshaalloh bu pitdi. Buni dokumentlari to'g'ri bo'ldi. Ya qo'rqmay pulni ishlatsangiz, bu inshaalloh dakansa ketadi inshaalloh. Oldi avval odamlar bitmay qoladi, bo'lmay qoladi deb qo'rqib pul beringiz kelmaganlar bo'lsa, mana endi hammasi to'g'ri bo'ldi, olib kelaversin. Ko'prik tamom. Maktabimizdan mana tiklandi, qanchalik obodonchilik bo'ldi. Bundan buyog'i mana shu aka-ukalardan minnatdormiz. Hamisha shular salomat bo'lsin, kelajakda bundan ham yaxshi xizmat qiladigan aka-ukalardan bo'lib yetishsin. Kelajagimizda mana shu yoshlarimiz ham omon bo'lsin, sog' bo'lsin, oyandasi porloq bo'lsin. Mana shu xalqimiz, elimiz, aka-ukalarimiz, xizmatkorlar Allohdan nimaiki niyat, orzu, tilaklari, maqsadlari bo'lsa Alloh erishtirsin. Mana shunga kelgan hadiya qilganlar, sadaqa berganlar, ovqat olib kelgan va hokazo mayda chuyda olib kelgan, bir turma yarim so'm ko'ndan chiqqan birodarlar, qo'l bilan xizmat qilganlarni Alloh ajr savobini bersin. Bu dunyoyu oxirati obod bo'lsin. Hamisha Parvardigor topganlari yaxshi kunlarga, xursandchiliklarga nasib qilgan bo'lsin. Shularni boriga shukr. Shularni ahli oilali bilan tinchlik, salomatlik bo'lsin hamisha. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Do'stlar, mana Abidga tayyorgarlik. Hojibo qanday bo'lyapti Abid? Bo'lyapti? Mashalloh, mashalloh. Gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Mana do'stlar, salqingina yer. Xudo xolasa ishimiz ham kam qoldi, hozir bo'lar. Yarim soatchiga bo'lar. Yashang, mashalloh. Mana noz-ne'mat qarangizlar. Qarang, birodarlar, ishimiz ham kam qoldi. Yarim soatlik ishimiz qoldi. Odamni qarangizlar, odamlar rosa kelgan. Qarib 50 kishi o'qityapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday qishlog'imiz, mana shunday xayrli ishlarga birgadi. Juda yaxshi ish tarafidan. Birikkan holatdan bunday ishlar ko'chirgan bo'ladigan ishlarda. Buni Abbos, Abbos молодцы. G'ayrat qiling. Gap yo'q. Lekin Abbos sen tinmading, Sal damo, charchading. Sal damingni ol. Farni yendi keldi mana. Yendi keldi mana. Hozir keldi mana ishda. Simirtib tugib boshladi mana.
Domla. Kam soningizlar dumjoq ham qizyapti. Dumjoqqa zo'r kelmasin. Bitta dumjoq ishlayapti. Tik qolmangizlar. Ha, mana bo'pti, tamom. Bo'la. Qachmayapsizmi? Hazrata. Kirmaydi, xudo xolasa, qotgandek reseptga qilamiz. 3 ta 2 qo'ydik-ku. Qirbalarga bilmayman, qaraganmi yo'qmi? Salsa to'g'rilash kerak bari. Berlaq turdi. Ahmad o'g'ri kiring o'ra. Keng endi. Ahmad kelmaydi. Mana kiring araga. Qo'lib paka. O'tirib siz bering, hammaga yetkazib. Inshaalloh shunday qilyapman. 3 kishi olaverdik, xudo xolasa. Qo'lchi tarq bo'laveradi. Başlayalmaydı. Bir ayağı yaka, bir ayağı yaka. Başlayalım. Bunu köyde bana ukasınız geldi. Vur.